Masal: Qurbaqa va ho'kiz. Ivan Andreyevich Krylov. Qurbaqa o'tloqda bir ho'kiz ko'rdi va xayol surdi. Nahotki ho'kizday zo'r bo'lmasam, kattalikda unga teng kela olmasam, ichqora hasadgo'y edi o'lguday, ho'kiz savlatiga suqib kirguday. Axir andishani butun tashladi, qorniga dam berib puflay boshladi. Zo'r berib urinar, tirishar edi. Hardan bir hurpayar va shar edi. Xirillar, tixillar to'xtamas, lekin qavara boshladi juda ham sokin. "Qalay?" der do'stiga. Joni qiynoqda. U der: "Sen qaydayu? Ho'kiz qayoqda?" "To'xtab tur. Men yana kuchanib boqay." "Xo'sh, sen o'xshamanmi?" Do'sti javob beradi: "Jonimni qoqay. Senga ho'kiz bo'lish oson ekanmi?" Qara, endi o'zing ayt. Birday hali ham kuchanib, hansirab hamon berardim. Nihoyat juda ham oshdi puf zo'ri, tars yorilib ketdi bor ekan sho'ri. Ho'kizday bo'lay deb u harom bo'ldi. Hasadning oqibati mana shu bo'ldi. Tushungan odamga bu masal tayoq. Ko'rpangga qaramay, uzatma oyoq. Behuda kuchanmoq o'z joningga yov, notavon ko'nglingga qo'tir jamashoq.